Do'stlar, va nihoyat mana safarimda 115-kuniga yetib keldik do'stlar. 3-oktyabr juma kuni. Hammalarining juma ayyomlari muborak bo'lsin. Do'stlar, bilasizlar, kecha afrikalik do'stimiz islom diniga o'tdi. O'z xohishi bilan o'tdi. Menga taklif berdi, sen bilan birga borsam bo'ladimi deganda, qarasam xristian ekan, to'g'risi. Alloh kimligini tanimas ekan, bilmas ekan. Men aytdim, islom diniga o'tsen, birga borishim mumkin dedim, u o'taman dedi. Kechani o'zida xufton namozida ko'pchilikning oldida Allohni tan oldi. Islom diniga o'tdi do'stlar. Va nihoyat endi birga ketsak bo'ladi. Inshaalloh bugun juma namozini o'qib, uspet qilsak bugun, bo'lmasam ertalab yo'lga chiqamiz do'stlar. Kuzaturinglar, tinmasdan video qo'yib ketaman. Endi u inglizcha gaplashadi, men tilni bilmayman, sizlar endi yordam berasizlar ozgina inglizchadan. Keyin do'stlar, qaranglar, kecha zo'r voqea bo'ldi. Bir ikkitasi to'xtatib, sizni TikTokda kuzataman deydi.